Salom, bugun biz Realme C71 ni obzor qilamiz. Realme C71 bu 6300 mAh akkumulyator, harbiy darajadagi himoya va diqqat qiling, ultra byudjetda 120 Hz. To'g'ridan-to'g'ri asosiy narsa haqida gapiramiz. Dizayn ingichka, atigi 779 mm va juda munosib ko'rinadi, lekin go'zallikdan ko'ra chidamlik muhimroq. Bu smartfon Armor Shell harbiy himoya standartiga mos keladi. Haqiqatdan ham o'zingiz bilan sayohatga, qurilishga olib borish yoki farzandingizga berish mumkin bo'lgan gadjet. Va aytgancha, bu yerda 2 sim karta uchun slot va 2 terabaytgacha bo'lgan xotira kartasi uchun alohida slot mavjud. Nima uchun bu smartfon uzoq umr ko'ruvchi deb nomlangan? Batareya 6300 mAh. Bu segmentdagi eng katta sig'im. Realme vakillari shunday deydi. 2 kun intensiv foydalanish yoki 9 soat uzluksiz gamingga ega smartfon. Va bundan kam bo'lmagan muhimi zaryadlanish 45 Watt. Ekran IPS 667 dyum HD+ va 120 Hz. Hatto HD formatda ham bu chastota animatsiyasini nihoyatda siliq qiladi. Bu ko'z uchun juda ham yoqimli bonus. Uni ichida Unisoc T7250 24 GB dinamik tezkor xotiraga ega Mobile Legends va PUBG kabi o'yinlarga juda ham mos. Kamera bu yerda 50 megapiksel. Bu ko'p va yaxshi yorug'likda u ajoyib detallarga boy suratlar beradi. Realme C71 bu ishonchni narxini biladiganlar uchun smartfon. Agar sizga bozorda eng chidamlikka ega va amaliy qurilma kerak bo'lsa, u sizga yillar davomida xizmat qiladi. Ha, aytgancha, sizga bonus sifatida Realme Buds naushniki beriladi.